Bizni mensimaymiz, vitamin D ko'p narsalarga ta'sir qiladi. Birinchi o'rinda vitamin D onkologiyani oldini olish maqsadida. Profilaktika hisobiga oldindan burungi zamonda odamlar soat 11da obeddan keyin to'rda ko'chada yurardi. Quyoshdan olishga harakat qilardi. Tabiiy, hozir kimni ko'ramiz 11da soat 4da ko'chada yurganini. O'zbekistonda vitamin D ni tekshirganimizda 30 chiqsa xursand bo'lib ketamiz, shunaqa odam bormi deb. U darajaga yetishimiz uchun yillab biz vitamin D ni qabul qilib yurishimiz kerak. Bu vitamin D gormonal sistemamizga ijobiy ta'sir qilib beradi. Begona onkogenli hujayralarning paydo bo'lishini sekinlashtiradi va immun sistemamizga ta'sir qiladi. Ana o'shani hisobiga onkologiyani oldini olish maqsadidagi preparatlarning gruppasiga kiradi vitamin D. Kerak bizga shu. Endi qanchalik darajada kamaygani hisobiga ko'plar keladi, kapla yozib berdi. Endi u vitamin D larni ham har xili bo'ladi. Tabletka ko'rinishida, yog'da eriydigan, suvda eriydigan, mana shunaqa. Agarda bu suyuq beradigan bo'lsa, aytadi, nima ichibman deydi. Aqua D3 ichibman deydi. Qishda ham Aqua D3 ichib yurgan bo'ladi. U mumkin emas, yozda beriladi. Qanchalik darajada, masalan, kamligiga qarab biz doza tanlaymiz. Kimdir keladi 5, 7, 15 mana shunaqalarga udarniy dozada ukollari bor. Bir marta 6 oyda ukol olib tur, qolganiga ana shu ko'tarilgan vitamin D ni ushlab turish uchun dozirovka qilib beramiz. Kerak. Vitamin E kerak. O'shaning uchun endometriozda birinchi o'rinda men vitamin D ni tekshiraman. Qanchalik darajada kam, o'shanga qarab uni ham qo'shib ketish